Sizda pizza xamir hali ham o'xshamayaptimi? Ustiga hali ham kolbasa qo'yib yuribsizmi? Siz videoga like bosib, menga podpiska bo'lib turing. Men sizga eng ideal pizza xamir va juda ham kam xarj bo'lgan nachinkani o'rgataman. Retseptdan keyin ko'chadan pizza sotib olmasligingiz aniq. Eng avval iliqqina suvimizga tuz, shakar, drojani solib, yaxshilab aralashtiramiz. Elangan unni solib, juda ham yumshoq xamir qoramiz. Bo'lsa olivkoviy maslo, bo'lmasa oddiygina o'simlik yog'ini solib, xamirimizga yaxshilab ishlov berib, oshirish uchun issiq joyga olib qo'yamiz. Oshgan xamirimizni qo'limizni hollab, xuddi videoda ko'rsatilgandek bitta joyga yig'amiz va yana 10-15 daqiqa oshirish uchun olib qo'yamiz. Eng mazali ideal sous uchun esa artilgan pomidor, rayhon va chesnakni blenderdan o'tkazamiz. Tegiga olmaydigan idishimizga yog' solib, ustidan tayyor sousimizni solamiz. Menda har doimgidek Albino o'z profilidan xarid qilgan sifatli kastrulkalar. Tuz va shakarni solib, biroz quyilgunigacha qaynatamiz. Rangi chiroyli bo'lish uchun ozginagina tomat qo'shib yubordim. Bu arada xamirlarimiz havoga yaxshilab to'yinib, xuddi shunaqa pufakchalar bilan birga oshib chiqishdi. Pergament ustida birozgina qo'limizni unlab, xamirimizni faqatgina qo'limiz yordamida yoyib olamiz. Juva ishlatmaymiz. Mazali sousimizdan ko'pgina qilib surtib olamiz va oddiygina mozzarellani qirg'ichdan o'tkazib, sepib chiqamiz. Ustiga nachinkasi esa xohishga ko'ra men shunchaki pomidorni kesib soldim. Gaz pechimiz ichidagi reshotkani ustiga tayyor bo'lgan pizzalarimizni qo'yamiz va baland gradusda 10 minut davomida pishirib olamiz. Sizda dunyodagi eng mazali pizza tayyor. Albatta tayyorlab ko'ring. Yoqimli ishtaha.